Siz bilasizmi, marmar aslida qanday qazib olinadi? Marmar qazib olish jarayoni go'yoki boshqa bir olamdan kelgandek tuyuladi. Chunki u oddiy toshlar kabi emas. Uni qazib olish uchun juda aniq ishlaydigan maxsus uskunalar kerak bo'ladi. Eng ajablanarlisi, marmar ulkan bloklar shaklida olinadi. Ularning vazni yuzlab tonnalarga yetadi. Bu ish uchun og'ir ekskavatorlar va maxsus texnikalar ishlatiladi. Ular tik qoyalar bo'ylab harakat qiladi va aynan shu sababli bu ish juda xavfli hisoblanadi. Shuning uchun ham marmar bozorda juda qimmat turadi. Endi savol, sizningcha marmar qazib olish xavfi uning narxini qoplaydimi yoki yo'qmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Vodiyda shunday pechka yasashdiki, yonayotgan olovni nazorat qilish mumkin. Undan tashqari, yoqilg'i sarfi juda oz. Uni yasagan ustalar oddiy fizika qonuniga rioya qilib, shunday natijaga erishdilar. Sizga bu qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.